Mening ismim Kazimova Sabina. Men 24 yoshdaman. Rossiyada ziyoli oilada tug'ilganman. Otam Ozarbayjon, onam rus. O'zbekistonga ataylab o'zbek tilini o'rganish uchun kelganman. Rossiyada bo'lganimda o'zbeklar bilan uchrashib, o'zbek tilini sevib qoldim. Keyin o'zbek tilini mustaqil ravishda o'rganishni boshlaganman. Tadqiqotimni davom ettirish uchun men O'zbekistonga ko'chib kelishga qaror qildim. Bu yil sentyabrda Kimyo xalqaro universitetida o'qishni boshladim. Bu universitetda chet ellik talabalar bilim olishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Masalan, kutubxona bor. Bu yil Ozarbayjon va O'zbekiston davlatlar o'rtasida do'stlik aloqasi o'rnatilganiga 39 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Ozarbayjonda o'zbek tili bayrami keng nishonlanyapti. Maqsadim Ozarbayjon va rus talabalar o'zbek tilini oson o'rganish uchun darslik yaratish. E'tiboringiz uchun rahmat.